Sizlar, это что за красота? Shamollagan bo'lsam ham bugun распаковочкalarimni qilishga qaror qildim, chunki mana bu krasota просто tak turishi meni qanaqadir тревожит qildi. Bu ko'ylakni har xil rasvetkalar bor ekan. Bilasizlar, menga yashil yarashar ekan. Men недавно shuni bildim va aynan yashil tsvetidan zakaz qilishga qaror qildim. Bu bilan video ham oldim. Videolarim bu двойка, то есть ishtonchasi bilan go'zal showroomdan zakaz qilishlaringiz mumkin. Prям bahor, sen kelding, bahor. Shunaqa atmosfera bo'lyapti. Ko'chada gullar gullagan. Endi qizlar ham gullash kerak, to'g'rimi? Bu outfitim bilan men точно Uzbekka Pro Max bo'laman. Ko'ylakning narxi 350 ming so'm. Qaranglar, akkuratni vishivkalari bilan, bu bisirchalari bilan ham chiroyli qilib akkuratni tikilgan. Kстати, qizlar, men M razmer bo'libman. O boje moy, men juda ham xursandman-da. Hamma narsa M razmer kelyapti. Menga L razmerini zakaz qilardilar. Men L razmerga kirganimdan keyin juda ham katta stressga tushgandim. Xudoga shukr, sizlarga bitta ta'zim qilib beray. O'zbekcha ovqatlarni tayyorlagan paytim yoki вообще tayyorlagan paytim ovqat o'sha natsionalniy kiyimlarni kiyib tayyorlashni juda ham yaxshi ko'raman. Bu qanaqadir atmosfera beradi. Malol zakaz qilishlaringiz mumkin. Dastavkalari ham mavjud. Mana shunaqa chiroyli bo'lib yurasizlar. 21-mart ham kelyapti, qizlar. Jingalar, jamalak, pamalak qilamiz. Shunaqa ko'ylakchalar bilan kiyib, прям aktualimda saqlanib qilib qo'yaman.